2002-yildan buyon dori vositalarini standartlash ilmiy markazi tarkibida faoliyat yuritib kelayotgan Tadqiqotlar va o'quv trening bo'limi bugungi kunda respublikada klinik oldi tadqiqotlar o'tkazish hamda tibbiy jihozlar xavfsizligini baholash bo'yicha respublikada GLP yaxshi laboratoriya amaliyoti sertifikatiga ega bo'lgan eng ilg'or laboratoriyalardan biri hisoblanadi. Bo'limda turli xil dori vositalari, ham asl, ham generik preparatlar uchun keng qamrovli preklinik tadqiqotlar amalga oshiriladi. Tadqiqotlar dori vositalarining umumiy toksikligi, farmakologik faolligi, biosamaradorligi va farmakokinetik xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan. Shuningdek, preparatlarning allergenlik, antibakterial va antifungal ta'siri, yurak-qon tomiri tizimiga ta'siri, yallig'lanishga qarshi, og'riqsizlantiruvchi hamda boshqa muhim farmakologik xususiyatlari bo'yicha ilmiy baholash ishlari olib boriladi. Bo'lim faoliyati zamonaviy laboratoriya uskunalari, yuqori malakali mutaxassislar jamoasi hamda xalqaro standartlarga mos tadqiqot usullari asosida tashkil etilgan. Shu bois o'tkazilayotgan ilmiy izlanishlar yuqori aniqlik va ishonchli natijalar bilan ajralib turadi. Laboratoriya o'z faoliyatini respublikadagi yetakchi ilmiy ta'lim muassasalari bilan yaqin hamkorlikda amalga oshirib kelmoqda. Jumladan Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent tibbiyot universiteti va o'simlik moddalari kimyosi instituti bilan birgalikda qator ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu bilan birga laboratoriya magistrantlar, doktorantlar va iqtidorli talabalar uchun ham muhim ilmiy maydon hisoblanadi. Yosh tadqiqotchilar bilan amalga oshirilayotgan ilmiy ishlar ularning bilim va ko'nikmalarini oshirish, yangi ilmiy g'oyalarni ro'yobga chiqarish hamda kelajak olimlarni tayyorlashga xizmat qilmoqda.